Menga ikkita vitiligo, ya'ni oq dog' bemor Instagram orqali murojaat qildi. Birinchisida oq dog'larning paydo bo'lganiga atigi 7 oy bo'lgan, lekin tanani deyarli 60-70%ni o'zi qamrab olgan, qo'llari perchatka bo'lgan, yuzlariga toshib ketgan. Ikkinchi bemorimizda dog' paydo bo'lganiga 20 yildan oshgan, lekin faqat oyog'ini ustida yong'oqdekkina turibdi. Dog'i kattalashmagan, kengaymagan va boshqa joyda ko'paygan. Birinchi bemorda dog'lari asimetrичен joylashgan, ya'ni bir xil emas. Ikkinchi bemorda xuddi o'sha oyog'ini ustidagi dog'i boshqa oyog'ida ham xuddi o'sha joyda joylashgan. Birinchi bemorda dog' ustidagi tuklari oqarib ketgan, sochida ham bir-ikki tola oqlari bor. Ikkinchi bemorda esa dog'larning ustidagi tuklari hali oqarmagan, qora rangda. Birinchi bemorda nikotinka, askorbinka, vitamin komplekslar, B6, B12lar, achchiq dumbadan ukollar, har xil terapiyalar, kuydirishlar, kremlar, mazlar, hamma narsa qilib ko'rgan. Hatto chet elga borib ham davolanib keldim deb aytibdilar. Ikkinchi bemorda dunyoga suv toshsa o'rdaga ne ham degan shior bilan yashaganlar. Videoni shu joygacha ko'rdingizmi? Demak, sizda yoki sizni yaqin odamingizda aynan vitiligo kasalligi bor. Vitiligo haqida hamma narsani bilaman deb o'ylaysizmi? Unda bitta savol. Nimaga ozgina vaqt ichida bir xilda vitiligo butun a'zoy badaniga tarqalib ketgan bo'ladi, bir xilda yillar o'tsa ham ko'paymasdan turadi? Sababi shuki, vitiligo faqat terining ustidagi muammo emas. Buni asl sababi bizning ichki organizmimizdan bo'ladi. Ichimizda ketayotgan jarayon sabab bo'ladi. Kimdadir kuchli stress, siqilish, birdaniga qattiq qo'rqib ketish, uyqusizlik, to'g'ri ovqatlanmaslik, ba'zi hollarda nasl surishi, organizmimizda parazit gijja qurtlarimizni normadan oshib ketishi va ular biza yegan ovqatimizni, ichgan vitaminimizni yeb, bizga hech narsa qolmasdan yegan ichgan narsasini o'zidan toksin qilib chiqarib, bizning organizmimizga o'sha toksinlarni so'rilish natijasida biz zaharlanamiz. Bu degani jigarimiz, qonimizni tozalashga o'sbet qilmayapti, o'zi charchagan, kuchi yetmayapti degani. Qonimiz tozalanmagandan keyin, jigarimizdan yog' bosgandan keyin, ovqatimiz yaxshi hazm bo'lmagandan keyin, ichimiz yaxshi kemagandan keyin melanin hujayralari ham yaxshi ishlamaydi degani. Bu oq dog'larni birinchi oq dog'larni paydo bo'lishiga olib keladigan sabablardan biri hisoblanadi. Yoz kunlarida, bahorda, quyoshda qattiq kuyish, kimyoviy moddalar ta'sirida qo'limiz, oyog'imiz, umuman terimiz, badanimiz kuyishi, holimiz atroflari qattiq qichish, allergiyalar, ichimizda qondagi infeksiyalar ham bunga sabab bo'ladi. Ya'ni tashqi omillar ta'sirida vitiligo orttirilgan preoperasyon vitiligo deymiz buni. Qalqonsimon bez xastaligi bilan og'riydigan bemorlarimizda ham vitiligoni kelib chiqish moyilligi ko'proq bo'ladi. Oldin sariq kasal bo'lgan bo'lsak, ya'ni gepatit A, B, C farqi yo'q. Jigarimizda oldin sariq kasallikni o'tkazgan bo'lsak, aslajeniya, ya'ni asorat qoladi. Bu ham vitiligoni kelib chiqishiga sabab bo'ladi. Endi shu joyda ko'pchilik vrachlar aytmaydigan, dermatologlar aytmaydigan, ko'pchilik bilmaydigan, e'tibor bermaydigan eng asosiy sababini aytaman. Bu autoimmun tizimining buzilishi, ya'ni organizm o'zining melanin hujayralarini, ya'ni terimizga rang ishlab chiqaruvchi hujayralarni o'ziga dushman deb hisoblaydi va ularga atakovat qiladi, ya'ni hujum qiladi. Ana o'sha hujayralarni o'ldiradi. Immun tizimimiz, bizani o'zimizning immunitetimiz, o'zimizni terimizga beradigan rang ishlab chiqaruvchi melanin moddasiga ataka qiladi va ularni o'ldirish hisobiga bizda mana shu joyimizda rang pigment kelmasligini hisobidan oq dog'lar paydo bo'ladi. Ana shuni davolashimiz shart. Ichkaridan davolashimiz kerak. Shu sabab vitiligoni krem, mazla bilan davolashning iloji yo'q. Avvalo uning sababini topishimiz kerak. To'g'ri tashxis oson va ishonchli natijaga olib chiqadi. Oq dog'ni ko'rishimiz juda oson, lekin to'g'ri tashxis qo'yishimiz, uning ortidagi sababini bilishimiz bu haqiqiy mutaxassislarning ishi hisoblanadi.
Sizda ham quyidagi muammolar bo'lsa, yillar davomida davolanayotgan, lekin natija ololmayotgan, o'sha davolanishdan charchagan bo'lsangiz, yaxshi mutaxassis topishda qiynalayotgan bo'lsangiz, nima qilishingizni bilmayotgan bo'lsangiz, lekin ich-ichingizda astoydil davolanishni xohlayotgan bo'lsangiz, kommentga plus qoldiring yoki quyidagi nomerlarga murojaat qiling.